Salam, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Al Jazeera xəbər kanalının 17 noyabr günündəki xəbərə qaraganda, Suriya Tashqi ishlar ministri Asad al-Shaybani o'tgan yili sobiq prezident Bashar al-Asad ag'dirilgandan buyon Beyjingga qilgan tunji ziyoratida Xitoy bilan terrorizmga qarshi turish sohasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishga va'da berdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining 17 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy Xalq Cumhuriyati va Suriya Arab Cumhuriyati Tashqi ishlar ministrligi 2025 yili 11 ayning 17 kuni birlashma bayonot e'lon qilgan. Birlashma bayonotda mundaq deyildi: 2025 yili 11 ayning 17 kuni Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Tashqi ishlar ministri Wang Yi Xitoyda ziyoratda bo'lgan Suriya Arab Cumhuriyatining tashqi ishlar va muhojirlar ministri Asad Hasan al-Shibani bilan ko'rishdi. Ikki taraf ijobiy suhbatlar olib bordi va Xitoy-Suriya munosabati va o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalar to'g'risida fikr almashtirdi. Birinchi, ikki taraf ikki davlat va ikki davlat xalqi o'rtasida an'anaviy do'stlik munosabatining muhimligini ta'kidladi hamda bu munosabatni saqlab qolish, rivojlantirish, ikki davlat do'stligining davlatlarning manfaatiga xizmat qilish uchun birlikda ishlashga rozi ekanligini ta'kidladi. Ular o'zaro hurmat qilish, bir-birining manfaatini o'ylashish, bir-birining ichki ishlariga aralashmaslik va xalqaro tashkilotlar va munbarlarda aloqalashish va maslahatlashishni davomlashtirishni ta'kidladi. Ikki taraf iqtisod, taraqqiyot, Suriyani qayta qurish, qobiliyatni oshirish va Suriya fuqarolarining turmushini yaxshilash qatorliq o'rtaq ko'ngil bo'ladigan masalalarda hamkorlikni kuchaytirish suhbatlariga rozi ekanligini bildirdi. İki taraf har qanday shakldagi terrorlik faoliyatlarga qattiq zarba berish hamda terrorlikqa qarshi turish va bexatarlik sohalarida moslashish shundaqla hamkorlikni kuchaytirishga qo'shildi. İki taraf Xitoy Arab davlatlari hamkorlik munbirining Xitoy bilan Arab davlatlari o'rtasidagi kollektiv hamkorlikni ilgari surishdagi muhimligini to'nib yetdi va bu muhim mexanizm doirasida hamkorlikni kuchaytirishga qo'shilganligini bildirdi. Ikkinchi, Suriya bir Xitoy prinsipiga qat'iy amal qiladiganligini qayta ta'kidlaydi. Xitoy Xalq Cumhuriyati hukumatini butun Xitoyga vakillik qiladigan birdan-bir qonuniy hukumat deb e'tirof qiladi va Tayvanning Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi ekanligini jakarlaydi. Suriya Xitoyning davlat egilik huquqi, birligi va zamin butunligini qo'g'dashni qo'llaydi. Xitoyning ichki ishlariga aralashishga qat'iy qarshi turdi va Xitoy hukumatining davlatni birlikka keltirish uchun qilgan barliq tirishchanliklarini qo'llaydi. Suriya taraf Xi Jinpingning dunyoviy taraqqiyot tashabbuslari, dunyoviy bexatarlik tashabbuslari, dunyoviy madaniyat tashabbuslari, dunyoviy boshqarish tashabbuslari va bir balbog' bir yo'l tashabbusiga rahmat aytadi. Shundaqla bu tashabbuslarga faol qatnashishni xohlaydi. Suriya Xitoyning bexatarlik masalalariga ahamiyat beradi hamda Suriyaning hech qanday davlat uchun tahdid manbasiga aylanmaydiganligiga va hech qanday organning Suriya zaminidan foydalanib Xitoyning bexatarligi, egilik huquqi va manfaatiga ziyon yetkazadigan faoliyatlarga qatnashishiga yo'l qo'ymaydiganligiga va'da beradi. Suriya hukumati Suriya xalqiga ko'rsatgan barliq yordam uchun Xitoyga rahmat aytadi. Xitoy bilan har xil sohalarda hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydi va Xitoyning barliq fuqarolariga bexatarlik va gullanish elib kelgan ilg'or taraqqiyot tajribasiga rahmat aytadi. Uchinchi, Xitoy Suriya Arab Cumhuriyatining egilik huquqi, mustaqilligi, zamin butunligi va milliy birligiga to'liq hurmat qilganligini ta'kidlaydi. Suriya hukumatining Suriya xalqining birdan-bir qonuniy vakili ekanligini ta'kidlaydi. Suriya hukumati rahbarligidagi ichki siyosiy jarayonni qo'llaydi. Suriya hukumatining zaharlik chekimligiga qarshi turish, qonun bo'yicha idora qilishni kuchaytirish, terrorlikqa qarshi turish va barliq Suriya xalqining huquqini ayrimchilikdan xoli qo'g'dash uchun davomli tirishchilik ko'rsatayotganligini qo'llaydi. Suriyaning o'z davlatining ahvoliga mos keladigan taraqqiyot yo'lini tutishini qo'llaydi. Shundaqla Golan egizligining xalqaro e'tirof qilgan ishg'ol qilingan Suriya zamini ekanligini ta'kidlaydi. 4. Uchrashish oxirida ikki taraf ijobiy suhbatni davomlashtirish, muzokara qilingan masalalarni birlikda ko'zdan kechirish va ularni hamkorlik ro'yi bilan ikki davlatning taraqqiyoti va gullanishini ilgari surish uchun birlikda harakat va tashabbuslarga aylantirish irodasini qayta ta'kidladi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 17 noyabr kuni Suriya bilan Xitoyning bexatarlik va terrorlikqa qarshi turishdagi hamkorligini ayblab axborot e'lon qilib, ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashdi.
Sharqi Turkiston Suriyaning Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikni Uyg'urlarga qilingan xiyonat deb ayblaydi degan temada e'lon qilingan axborotda mundaq deyildi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati HTŞ, ya'ni Hayat Tahrir Ash-Shamning rahbarligidagi Suriya o'tkinchi hukumatining Sharqi Turkistonga qaratilgan atalmish bexatarlikni kuchaytirish va terrorlik bilan kurash qilish jihatda Xitoy bilan hamkorlashishini qattiq ayblaydi. Bu hamkorlik Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilish, mustamlika yurgizish va ishg'oliyat qilmishini qo'llaydi. Bu Hayat Tahrir Ash-Sham guruhiga qatnashib, Suriyada Asad hokimiyatini ag'dirib tashlashda ahamiyatli rol o'ynagan Uyg'urlarning fidokorliklariga qilingan bevosita xiyonat hisoblanadi. 10 minglagan Uyg'ur Xitoy va Turkiya istixborot to'rlari tomonidan Suriyaning keyin Sharqi Turkistonning ozodligiga yordam beradiganligi to'g'risidagi yolg'on va'dalarga ishonib, Suriyadagi Turkiston Islom partiyasiga jalb qilindi. Uyg'ur kurashchilari keyin ismi Hayat Tahrir Ash-Shamga o'zgartirilgan Al-Nusra frontida urush qildi. Minglarchasi Asad hokimiyatiga qarshi urushda to'p yemi sifatida qurbon bo'ldi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati 1997 yilning oxirlarida Xitoyning hamma jihatdagi ittifoqdoshi bo'lgan Pokistonda qurilgan Turkiston Islom partiyasining Xitoy istixborotining Sharqi Turkiston mustaqillik harakatini terrorizm va dunyoviy jihad bilan xato holda bog'lash orqali buzg'unchilik qilishini maqsad qilgan saxta bayroqliq tashkilot ekanligini ilgari surdi. Turkiston Islom partiyasi qurilganidan boshlab Uyg'urlarni milliy ko'rishidan yiroqlashtirdi. Chet el vakolatchilarining urushiga ishtirildi. Beyjingning Uyg'ur terrorizmi deb ayblash uchun saxta isbot bilan ta'minladi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining Jumhur raisi Dr. Mamtumanala apandi Suriya yangi hukumatining Xitoy bilan atalmish bexatarlik va terrorlikqa birlikda qarshi turishda hamkorlashish va'dasi Suriya inqilobida jonlaridan ayrilgan minglagan Uyg'urlarga qilingan og'ir xiyonat. Suriya Xitoyni qo'llab hamkorlashdi yo'q. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyat qilmishini ayblash kerak dedi. Xitoy 2014-yili maydan buyon Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni yo'llashtirish uchun Suriyadagi Uyg'ur kurashchilarining mavjudligidan foydalandi. Xitoy terrorizmga qarshi kurash bahonasi bilan Sharqi Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga qamab qulluqqa majburladi. 100 minglagan ayollar majburiy tug'mas qilib etildi. Millionlagan buvoqlar tushirib etildi. 1 milliondan ortiq Uyg'ur bolasi oilasidan ayrildi. Sharqi Turkistondagi 16 mingdan ortiq masjid chiqib etildi. Millionlagan islomiy kitoblar ko'ydirildi. Kultural va diniy odatlar jinoyat deb qaraldi. Yangi Suriya hukumati Xitoyning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosati va mustamlikachi siyosatini ayblash orqali Uyg'urlarning fidokorligiga javob qaytarishda yo'q, Asad hokimiyatining pozitsiyasini qo'llanib, bexatarlikni kuchaytirish va terrorizmga qarshi turish bahonasi ostida Beyjing bilan hamkorlikni kengaytdi. Ishonchli manbalarning xabariga qaraganda, Suriya Uyg'ur jangchilarini Xitoyga topshirib berishga va'da bergan. Gerçi buni yolg'onlagan bo'lsa-mu, Beyjingda e'lon qilingan Suriya Xitoyning birlashma bayonoti Suriyaning Xitoyning bexatarlik manfaatini qo'g'dash va terrorlikqa qarshi turish hamkorligini kengaytirish irodasini qayta ta'kidladi. Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berish xalqaro qonunga, jumladan qaytarib etmaslik prinsipiga xilof bo'lib, ularni qiynash, qamoq jazosiga yoki o'lim jazosiga hukm qilishga yo'l ochadi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati Sharqi Turkiston ko'rishining milliy ozodlik, mustamlikani oxirlashtirish, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash uchun ilib berilgan qonunliq kurash ekanligini, buning terrorlik, oshqinlik, o'lgunchilik yoki diniy asabiylik bilan hech qanday aloqasining yo'qligini ta'kidlaydi. Suriyadagi ko'p qism Uyg'urlar Xitoy Turkiya istixborot organlarining jalb qilishi va kontrol qilishining qurboni. Ular Xitoy va Turkiya istixborot organlari va ular bilan o'xshash saviyadagi islom ideologlari tomonidan kontrol qilingan, xatarga etilgan Turkiston Islom partiyasi rahbarligidan ayrilishi, asliga qaytishi va qo'g'dilishi Xitoyga topshirib berilmasligi kerak. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Suriya hukumatini Suriyadagi Uyg'urlarning bexatarligiga tahdid bo'lgan va Sharqi Turkiston milliy ozodlik ko'rishini oyoq osti qiladigan har qanday harakatni darhol to'xtatishga chaqiriq qilamiz. Sharqi Turkiston surgunda hukumati Uyg'urlarni qo'g'dash, dunyoning bexatarligini kuchaytirish, Sharqi Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligi, egalik huquqini asliga keltirish, qonunliq ko'rishini qo'llashda hal qilish chorasini tepish uchun
Suriye hükümeti, Amerika hükümeti ve ittifaqdaş devletler bilen münasebet kılışqa her daim tayyor dedi. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 3070 numurluk kararının royu boyunca barlıq hükümetlerini ve halkara kuruluşlarını Uygurlarını qoğdaşqa, Xitayga tapşırıp berişke mecbur bolışının aldığını eliş, to'xtatishqa, Xitayni irqiy qirg'inchilik yurgizish ve mustamlika qilish jinoyatidan javobgarlikka tortishqa, Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash, mustaqilligini qayta qo'lga keltirish ko'rishini qo'llashga chaqirdi. Hukumatning mazkur bayonoti Osiyo xalqaro xabarlari to'rida 18 noyabr kuni tafsiliy xabar qilindi. Shu samimizda bo'lg'ayki, millat bo'lish oldi bilan inson bo'lishni shart qiladi. Milliy ruh hech qachon insonlik, odamiylikni payhon qilish badaliga insho bo'lgan emas. Biyologiyalik mavjudlik milliy ruh qatl qilingan insonlik bilan bir gavda ichida hargizmo puttirab turolmaydi. Milliy ruh bo'lsa, milliy da'voning jinidir. Islom bu ruhni ko'klatguchi zilal suv misoli hayotlik manbasidir. Hurlik va mustaqillik bo'lsa, ushbu hayotlikni muhofazat qilishning kafolatidir. Burhan Muhammadning Asoratda inson va insonlik buhroni nomli maqolasidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.